Assalomu alaykum. Hurmatli qadri baland zamondoshlarim, bormisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan yana efirda Kozboy Rozmetov. Bugungi sanamiz 5-may, haftaning 2-kuni 1926-yil. Bugungi mavzuyimiz atirgul, roza. Shu haqda bo'ladi. Atirgul ranga guldoshlar oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 60-125 santimetrga yetadigan butasimo o'simlik. Turlari juda ko'p. Eng yaxshisi xushbo'y va qizil turi hisoblanadi. Mizoji birinchi darajada sovuq va qurituvchi va mustahkamlovchi xususiyatlarga ega. Poyalari bir nechta shoxlangan, tikanli, shoxlari ham tikanli, barglari taq, patli, murakkab bo'lib, poya va shoxlarida bandi yordamida ketma-ket o'rnashgan, barglari 5-7 tuxumsimon yoki ellipsimon, nashtarsimon, arrasimon, qirrali, qizil, to'q qizil, pushti yoki oq rangli yirik xushbo'y gullari yakka 2-3 tadan poya va shoxlarda joylashgan. Gulkosacha bargi 5 ta, gultosh barglari ko'p sonli, mevasi gul o'rnida hozir bo'lgan, shiralari soxta meva. Atir gul turlari yovvoyi holda uchramaydi. O'zbekistonning barcha tumanlarida efir moyi olish uchun qizil atirgul bilan Fransiya atirgulining chatishtirilgan turi o'stiriladi. Ko'p navlari manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Gulbarglari tarkibida 0,09-0,24% efir moyi bor. Efir moyi 50-60% geraniol, 10% gacha nerol va boshqa terpenoidlardan tashkil topgan. Atirgulning yer yuzida 250-300 turi mavjud bo'lib, O'zbekistonda 19 tadan ortiq turi o'stiriladi. Xushmanzara o'simlik sifatida o'stiriladi. Bu o'simlikning bir qancha turlari umumiy atirgul nomi bilan ataladi. Yovvoyi holda o'stiriladigan turlar esa ra'no, namatak, qirg'oyin kabi nomlar bilan yuritiladi. O'zbekistonda atirgul aprel oyidan boshlab noyabr oxirigacha ochilib turadi. Issiqxonalarda yil bo'yi ochilib turganini ko'rish mumkin. Tabobatda uning gulbargi va efir moylaridan foydalaniladi. Ushbu moy juda qimmatbaho bo'lib, 0,25 gram atirgul moyi olish uchun 1 millionga yaqin gul yaprog'i kerak bo'ladi. Atirgul moylarining shifobaxsh xususiyatlari haqida Ibn Sino ham o'z asarlarida to'xtalib o'tgan. Jumladan, Tib qonunlari kitobida atirgulning quyidagi xususiyatlarini qayd etgan. Atirgulning asal bilan tayyorlangan gul murabbosi me'da susayishining oldini oladi. Ovqat hazm bo'lishida samarali dorivor hisoblanadi. Dorivor gulbarglarni qaynatib, siqib tashlamasdan shishlarga bog'lansa, ularni qaytaradi. U yana saramasning tuzalishiga yordam beradi. Atirgul va uzum sharbati qaynatilib milklarga surtilsa, ularning mustahkamligi oshadi. Shu bilan birga quloq og'riganda qo'llansa ham yaxshi samara beradi. Atirgul Sharq tabobatida qadim zamonlardan keng miqyosda qo'llanilib kelingan. Bu o'simlikning gulbargidan tayyorlangan murabbo va gulqanddan ham ko'plab dardlarga shifo sifatida foydalanilgan. Jumladan, oftob urishi, darmonsizlik, surunkali va o'tkir yo'tal, kamqonlik, ichki ketish kabi kasalliklarda kon shifoligi isbotlangan. O'rta asrlardagi tabobatning buyuk hakimi Amir Davlat atirgulga to'xtalib shunday yozadi: atirgul bosh og'rig'ining avj olgan shaklida yordam beradi. Shirasi issiq mijozdagi tish va quloq og'riqlarida shifo bo'ladi. Og'izdagi yaralarni ham davolaydi. Tutatilsa, shamollashda yordam beradi. Ko'z og'rishida pirparka qilinsa ham davo bo'ladi. Hidi yurak uchun foydali, uni mustahkamlaydi. Hushdan ketishning oldini oladi. Oshqozon, jigar va qorin a'zolari uchun foydali. Ildiz, qon tupurishda yordam beradi. Atirgul shirasi ichki ketishni to'xtatadi va ichak yaralarini davolaydi. Yog'i qovuq uchun foydali. Yangi shirasini, sariq o'tni eritadi. Atirgul qo'ltiq ostidagi badbo'y hidni bartaraf etadi. Ichak yaralarini davolaydi. Qiyomi bezgaklarning avj olgan shaklida yordam beradi va chanqoqni qondiradi. Yog'i chilla yarasini davolashda va ispan qo'ng'izchasida zaharlanganda ta'sirini mayron bartaraf etadi. O'rnini bosuvchi oq nilfiya hisoblanadi. Ansoriy aytadi: yangi uzilgan va fors atirguli juda yaxshi.
g'unchasining hidi ochilgan gulnikiga ko'ra kuchliroq bo'ladi. Eng yaxshisi qoramtir qizil turk hisoblanadi. Yangi atirgul bo'shashtiradi. 10 dirham iste'mol qilinsa 10 barobar kuchli bo'shashtiradi. Qovushish paytida atirgul gulbaklari bilan qoplangan to'shakka yotilsa, manining pusht ajralishi to'xtaydi. Uning zararli ta'sirini yerbodam bartaraf etadi. Ibn Sino aytadi: uning mizoji ham xuddi mitning mizoji kabi issiqlik va sovuqlikning aralashmasidan tashkil topgan. Keyingi paytlarda zamonaviy tibbiyotda atirgul moyining shifobaxsh xususiyatlari keng ko'lamda o'rganiladi. O'pka yallig'lanishi, shamollash bilan bog'liq yiringli xastaliklarda yaxshi samara berishi aniqlandi. Bundan tashqari, u shilliq pardalarning tashqi ta'sirlaridan bronx mushaklarining spazmi, ya'ni bo'g'ilishdan ham saqlaydi. Olimlarning aniqlashicha, qizil va oq atirgullar ayrim jihatlari bilan bir-biridan ajralib turar ekan. Uning farqli tomonlari quyidagilardan namoyon bo'ladi. Qizil atirgulning gulbarglarida katexin, kvartsitin kabi moddalar mavjud bo'lib, bular ich ketishda, me'da-ichak yo'llarining yallig'lanishi va shu kabi o'pka kasalliklarida qo'llaniladi. Uning moyidan tomoq og'rig'i va milklarni davolashda foydalaniladi. Milklarning davolashda qo'llaniladigan damlama uy sharoitida ham qo'llash mumkin. Buning uchun qizil atirgul gulbarglari ezilib quyuq holga keltiriladi. Tayyorlangan 5-10 gram suyuqlik ustiga 100 ml miqdorida qaynoq suv quyiladi, damlab qo'yiladi. Hosil bo'lgan damlama yosh bolalarga 2 kunlik, kattalar uchun 1 kunlik me'yor hisoblanadi. Oq atirgulning gulbarglari tarkibida simmonlar, qatron va shilliq moddalar, ishni yumshatuvchi va gijja haydovchi xususiyatlarga ega dori tayyorlash san'atida atirgulning moyidan tayyorlangan suyuqlik ko'pgina dorivorlarning ta'mi va hidini yaxshilashda qo'llaniladi. Efir moyi Bolgariyada tayyorlangan dorivor preparat razanol spazmga qarshi ta'sirga ega bo'lib, buyrak, o't pufaygi, qovuq hamda siydik yo'llaridagi tosh kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Gul yog'ini oldindan tayyorlab qo'yilsa, foydasi katta, ayniqsa kuyganda qadri bilinadi. Muolajalardan tavsiyalar: asabiylik: oq atirgul yog'idan 4-5 gram iste'mol qilingan bemorning miyasi quvvat oladi. Bavasir: gulidan 2 osh qoshiqni kechqurun termosga solib, ustiga 2 stakan qaynoq suv quyiladi. Ertalab kuniga 4 marta ovqatdan yarim soat oldin yarim stakandan ichiladi. Boldir yarasi: gullardan olingan may tropik yara, boldir yarasi, yotoq yaralar va kuygani davolashda ishlatiladi. Bosh og'rig'i: gulning ho'lligida peshonaga surtilsa, bosh og'rig'ida davo bo'ladi. Agar issiqdan bosh og'risa, salqinga o'tib, gulxayri va oq atirgulni yanchib boshga surkash foyda qiladi. Ho'l bargidan 1,5 misqol, kunjut yog'idan 100 misqolni shisha idishga solib 40 kun quyosh tig'ida saqlanadi. 1 misqol 425 gram. Agar bosh lo'sillab og'riyotgan bo'lsa, bu qabziyatdan darak beradi. Shunda bemor ichini muloyimlashtiruvchi omillardan bo'lmish xom sut, suyuq ovqatlarni iste'mol etish, beozor surgi vositalaridan bo'lmish turshakni eritib ichishini tavsiya etiladi. Atirgul suv xoh hidlansin, xoh surtilsin, sovuqdan yuz bergan bosh og'rig'i va ko'z kasalliklaridan davo bo'ladi. Buyrak tosh kasalligida bargi va guldan tayyorlangan qaynatmadan kuniga 3 marta yarim stakandan 1-6 kun och holda ichilsa, buyrak toshlarini maydalab tashlaydi. Venalarning varikoz kengayishi: qizil atirgulning gulidan tayyorlangan moy og'rigan joylarga surtilsa, uzoq vaqt tuzalmaydigan yaralarga, kuyganda, shishganda, xasmonda shifo bo'ladi. Jigar yallig'lanishi: gullardan qiyom qilib ichilsa, jigar kasalligiga shifo bo'ladi. Ichak kasalliklari: Ibn Sino ermon o'simligini yanchib, uning atirgul va xana moylaridan qo'shib, qorin va ichaklar og'rig'ini yerga bog'lab, og'riqni qoldirgan. Xo'p. Og'izni atirgul asali va achchiq tosh qaynatmasi bilan chayilsa, og'izdan keladigan yoqimsiz hidni yo'qotadi. Milkdan oqayotgan qonni to'xtatadi. Ko'z yoshlanishi, ko'z yallig'lanishi: gulidan 2 osh qoshiqni kechqurun termosga solib, ustidan 2 stakan qaynoq suv quyiladi. Ertalab suv olgach, damlamaning bir qismi ichiladi. Qolgan og'rigan qovoqqa bozillama qilinadi. Suyak sinishi: atirgul moyiga 0,5 gram
mumyoni aralashtirib bemorga ichirilsa va singan joyga surtilsa, suyaklar tez bitib ketadi. Uyqusuzlik yog'ining o'zini yoki sirka va gullabga aralashtirib oz-ozdan boshga davomli qo'yilsa, bosh og'rig'iga davo bo'ladi. Uyqusizlikning dardini daf etadi. Bosh miya pardasi va miya shishini tahlil qiladi. Shu yog'dan ilik holda quloqqa tomizilsa, dardga taskin berib, bosh og'rig'ini qoldiradi. Og'izda ushlab lunjda aylantirilsa, tish og'rig'ini daf etadi. Og'izdagi achish va lovulashga ham barham beradi. Yuz terisi quruq teri parvarishi g'unchasidan 4-5 dona olib, go'sht qiymalagichdan o'tkaziladi va kechiriladi. Go'sht maydalagichdan o'tkaziladi va unga suv, bug'ida eritilgan 50 gram sariyog' ko'piratiladi va 10 gram asalari yerimidan qo'shib aralashtiriladi. Quruq yoki normal yuz terisiga surtiladi. Shamollash shakar qo'shib qaynatib kuniga 3 mayl 2 osh qoshiqdan 10 kun davomida ichilsa, shamollash kasalliklariga yaxshi davo bo'ladi. Yurak kasalliklari. Yurak siqilganda atirgul hidlash kerak. Quritilgan kashinch, bixix iste'mol qilish oq atirgul hidlash bilan yurakni quvvatlantirish mumkin. Shuning bilan aziz zamondoshlarim, bugungi yayinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' omon bo'ling, o'zingizni avaylab tuting. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda xayr.